Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlari, aka-ukalar. Hop, bugungi bir partiya chiroyli shishak qo'chqorlarimiz bor, 2 tish. 5 ta, bitta qorada baqiya yuraman degan akalarimizga 5 dona 2 tish qo'chqorlarimiz bor. Hammalaring obuna bo'lib, like bosib, oxirigacha kuzatib tursalar, chiroyliklarini chiqaramiz bundan ham. Qo'zlarimiz bor, bir partiya 5 dona. Negizgin. Bugün hop hafta günüge yakshanba. Qo'chqorlarimizni bitta baho berib qo'slar. Bunaqa yurgizcha yegizib. Hammasi 2 tish. Toza suyak baquvvat qo'ylar. Beli baquvvat qo'chqorlar. Aytar baka. Mana akalar yurishini ko'ringlar. Nimalar. Qo'chqorlarda ko'ringlar. Bo'ylari ham 85 plus. Hop. Qo'ylar qirg'iz emas, qo'ylar vohaniki, dalada yurgan, sog'liq bilan yurgan. Sog'liqdan ajrab, yem yeb turgan ekan. Mana shu 5 dona bitta qo'rada yotaveradi, urushmaydi. Hammasi 2 tish. Yeb ichish, sog'liqlari joyida ekan. Qo'chqorlar qaranglar yurishini. Dastlabki xizmatimiz bor, yetkazib berish bepul. Hammasini narxi yo'lida, xudo xolisa yo'lida. Hammasini olaman degan odamga 6.500.000 so'mdan dastlabkasi ichida hayri bor o'tib beriladi. Barakasiga o'tib beramiz, qo'chqorlar. Dastlabkasi Toshkentgacha. Mana bo'ylari 85 plus qo'chqorlar. Mana qo'chqorlar bitta baho berasizlar. Qayt. 2 tish uzoqdan ham video qilinadi, yaqindan ham video qilinadi. Uy Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizni qo'ylar, xonadonimizda turibmiz. Yetkazib berish bepul, dastlabkasi ichida. Mana dastlabchi. Mana. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. 6.500.000 so'mdan hayri bor qo'chqorlar. Hammasi 2 tish bir joyga ketaveradi. Oxirigacha ko'rib turasizlar videoni. Qo'chqorlar. Hop, zot yo'nalishida ham bor. Erta bahor qo'shaman deganlarga Qirg'izdan tushganiga 10 kundan o'tgan. Chorshanba kuni kelgan qo'chqorimiz. Uyga chorshanba kuni kelgan. Bulari bor, 4 tish. 2 tish, 4 tish bu qo'chqorlar ham. Katta, gigantidan kerak deganlar. Mana shular uni zotga yo'nalishga tavsiya qilaveramiz. Qo'zilar bor. Hamma yo'q qo'y. 25 ta 26 ta qo'y bor chiqaveradi. Xohlaganidan chiqadi.